Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, joyingizda sog'mi, salomatimizda qadrdonlar. Go'jalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, parrandalarimiz o'lyapti, Botirjon nima qilyapti deganlar uchun bir qator video hozir qilib ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Ko'rish turganda xursandman, g'oyibona bo'lsa ham qadrdonlar. Bugun 1-may, hafta kuniga xudo xolasa juma, 1-may. Xudo xolasa mana bahor oyini ham ikkinchi oyini tugatib, 3-oyga o'tdi. Xudo xolasa yoz oylariga ham to'g'ri kelyapti. Hop, tovuqlarimizni astrolog ruminskiy degan zotlarimizni o'zi ko'rsatamiz. Bitta chiqazib, o'sha agorodimizda o'zimizga kichkinagina agorodchamiz bor. O'sha agorodchamizni ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Ertalab ham chiqazdik, hani hozir ham chiqazib e'tiboringizga havola qilindi. Bir qator tayyorladi, aplikalarni yangiladi, boshqa bo'ldi. Yaqindan ko'rsataylik. Shularni qildik qadrdonlar. Andijon qora mana bu zotlarimiz. Bitta astrolog ruminskiy, ya'ni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bular chiqib aylanishdi, yana bir chiqib aylanib e'tiboringizga havola qilib qo'yaylik. Boburjon haydab chiqing o'g'lim. Mana o'g'lim, shu yerdalar. Mana o'posh o'g'lim. Tuxum qilibdimi o'g'lim? Ha, gapiring o'g'lim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, dengchi? Deng, gapiring. Gapirmaysizmi? Ya, bo'pti. Haydab chiqaring o'g'lim. Xo'p, qadrdonlar, haydab chiqquncha qator tashqadagi xirozlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. O'sha bular o'sha sizlar bilan birga birgalikda boqqan o'sha Andijon qora. Hozir kunda o'zi pashti 7 oylik atrofida. Bular 10-noyabr, yo'q, oktyabrda ochib chiqqan. Qo'shib tur o'g'lim. Bah. Astrolog ruminskiy degan zotimiz mana. Mana, qadrdonlar. Bulardan hozir kunda sotuvda yo'q, просто endi. Yo'qolinglar, shunday qilmanglar. To'yim. Qadrdonlar, mana ko'rishlar mumkin. Tomosha hozir kunda sotuvda yo'q, mana bir ikkita Andijon qoralarimiz ham kichikroqlarni shularga qo'shib qo'yganmiz. Olib kelib Boburxon, o'tlardan olib kelib beraylik bularga bir tomoshada endi bular. Hurmatli obunachilarimiz uchun. Bering o'tlardan. Hidroponika mana bunaqa qilib beryapmiz. Maysa gazon o'sha bilasizlar-ku. Hidroponika. Bug'doy undirib berish o'sha bir kun vaqt mobaynida suvda turadi. Bir kun vaqt mobaynida suvda turadi-da. Keyin o'sha bug'doyimiz yaxshi suvga bukkandan keyin bir kun, 2 kun, 2 sutka atrofida suvga bukib qo'yiladi-da. Keyin pannuzga, doskaga terib qo'yilsa, uni o'sib, suvini vaqti-vaqtida berib turish kerak albatta. Ana o'shanda yaxshi bo'ladi. Xohlasa harakat qilib turibmiz. Ovqatlarni ham choli, xohlasa choli berishga. Hozir bular 5,5 oylik astrolog ruminskiy tuxumga kirgani yo'q. Xiroz makonlar ajragan. Ko'rsataylik. Xiroz makon aralash. Mana yaqinroqdan ham ko'rsatamiz. O'zi sifat kirib qoldi. Mazza qilib tomosha qiladigan holatda. Olib keling, o'tdan ham keling Boburjon. Mana shunaqa. Xudo xolasa o'qiyamiz. Dollarimiz o'sha makka yorma, bug'doy yorma, ichida o'sha tariqlar ham bor. Tariqlar ham bor. Bering, o'taga qo'ying, yuring, o'taga. Yurib, qo'yinchi yesin bular. Mah. Ishlar zo'r ekan. Andijon qoraga o'xshagan agressiv emas, haligi bosiq, og'ir bosiq. Juda zo'r holati. Hozir bularni tomosha qilib oladi va keyin Andijon qora jo'jalarimiz bor. 70 kunlik atrofida. 20-30 ta masalan ortiqchasi bor. Ko'p ham qolmagan ortiqchasi. Obshi bir 200 dona egalari bor, o'sha 2 oylik qilib berasiz deyishgan hozir.
joy tanlayapmiz. Deganlar uchun hozir kunda ushlab turibmiz. Ular ham o'zi chiqazini o'sha nimada? Shu boqayotgan joyimiz o'sha akfadan hozir chiqadi. Tovuqlarimiz ham tuxumlarni xudo xolasa olib chiqing inkubasiya qo'ygan tuxumimizni, Bobirjon. Mana shu tovuqlarimiz tuxumidan xudo xolasa inkubasiya qo'yamiz. Böyle 7 oylik o'sha tuxumlar yiriklashib o'zi inkubasiya qo'ygan holatga yetib qolganligi. Gram o'sha 65 gram, 62 gram o'sha katta endi. Balki 55 gramdir. 3 kunlik hozir tuxumini xudo xolasa bugun inkubasiya qo'yamiz. Tuxumlarning holatlari. Aha. Holatlari tuxumlari katta. Katta. Mana katta dedi. Yo'qdimi? Yeyapsan buni? Ovqatga qo'shib yeysizmi? Yemaydi. Xolos inkubasiya qo'yamiz. Bular Andijon qora, ya'ni o'sha mahalliy zot. Razmir jihatda mana kesimlari endi inkubasiya qo'ysa bo'ladi onlar. Mana buni kichkinalar oldilar kichkina edi hozir kunda endi. Farqini biladigan bo'lsa. Katta bo'lib qoldi. Boshda yarli 7 oylikka yaqinlashib qoldi. Bo'ldi, zo'r. Kirib qo'yaring o'g'lim. Xudo xolos bilan ham tuxumidan xudo xolasa qo'yamiz. Inkubasiyamizga. Mana shu xurozdan rosa katta chiroyli xuroz ekan mana. Tamam. Qadrdonlar, Astrolog Ruminskiy qamab oldik. Hozir endi o'jalariga navbat. Bah. Qo'shtir o'g'lim, borma oldiga. Qadrdonlar. O'jalarimiz hozir kunda 70 kunlik atrofda bo'lib qoldi. Saharlar vaqti zo'r. Qo'rg'onlik bir akamizga 100 ta aytganlar 100 ta qilib beryapmiz. Xudo xolasa. Saharlar vaqti zo'r. O'zi xorozmakka ajrab qoldi, xudo xolasa bir 100 kunlarda qichqirib qoladi, yana bir oy boqsalar, bir oydan keyin o'zi oldi xorozlar qichqiradi. Mana bunaqa oddiy o'tlardan ham beryapmiz. Ishtahasi vaqti zo'r. Mana o'zi xorozlar ajrab o'zi katta bo'lib qolgan o'zi. Katta tovuq, tuxum qilayotgan tovuq. Endi bundan solishtirasiz razbirini. Katta kichikligini, boshqasini. Xudo xolasa, o'sha 7 xazinaning bir barakasini bersin. Zo'r. O'zim ham qiziqqanligim uchun qo'shimcha daromad boqyapmiz. O'sha bularning kattasi. Bu ham Andijon qora, o'sha mahalliy zot. Hop. Buni obunachilar bilan biz avvaldan kuzatayotgan obunachilarimiz bilishadi. Bu ancha avvaldan beri boqamiz. O'zimizni o'tkanligi zotimizda. Qolganda 100 ta atrofida hozir bu yerda bor. 40 ta chamakiyon, bir 7 ta 8 ta xo'rozi bor. Komplet. Hozir uyda bor narsalar shular endi. Xo'sh, nasib qilsa, o'sha astrologdan ham ko'paytiramiz. Astrologdan ko'paytirib mana tuxum donlarni ham bopladi. Mana shu joyga tuxum qilishadi. Mana shu joydan kirishadi, chiqishadi shunaqa. Bularning o'zini nasib bo'ldi. Kirish chiqish joyi bor. Mana tosh o'sha. Tosh ham yeydi endi bular. O'sha yeganligini hisobiga toshdan ham 2 paqir to'kib qo'ydik.
Bu tarafda tuxum mana shunga tuxum qiladi. Endi bular tuxumga yetmaganligi uchun bularga hali qo'ymadik. Astrologlarimizga. Endi qo'yamiz. Shunaqa gaplar qadrdonlar. 20 ta 30 tani 2 oyligimizdan qilib berishimiz mumkin. Ya'ni 70 kunlik. Narxi 50 ming so'm atrofida chiqadi, ortiqchasi bor. Shu hamma vaksinasini olgan. Yangi joyi tozalab, xudo xolisa. Yangi xudo xolisa jo'ja tashlaymiz yoki o'zimiznikidan. Jo'ja aytsak, o'zimiz navbat borligini hisobiga. O'sha Andijon qora boqayotganlar uchun so'radik, tuxumidan yo bering dedik, yo jo'jasidan bering desak, qilib beramiz deyishgan. Hozir inshaalloh nasib qilsa yana o'sha joyimizga, ya'ni mana shu joyga tashlaymiz yana. Mana shu joyimizga, podvalli joyimizga tashlaymiz. Olib keling o'g'lim mashina. Tumshug'ini dedi. Ha. Bo'pti. Tumshug'i nasib? Ko'rsatib kesgan shu. Ha, tumshuq kesilgan mana. 70 kunlik katta bo'ldimi deganlar uchun mana ko'rsatib o'tamiz. Gidroponika qilib beryapmiz. Endi buni syomka uchun. Faqat syomka uchun emas, bu oldin ham berganmiz. Undirib. Shu bug'doy undirib beriladi mana. Taglari mana bunaqa qilib ketgan. Ildizlar. Buni juda ko'p beramiz. Qo'shimcha vitamin ovqatlarda endi bular. o'n 15-20 har kuni ertalab kechqurun aylantirishadi. Men bo'laman yo bo'lmayman. Mana bunaqa ko'chadan ham o'tdan yurib kelib beramizda. Ishtahasi vahshiy zo'r. Voy. Ana shu mekion chiqsa kerak. Katta ehtimol bilan. Anjig'ildolar ham to'la. Kunlar ham xohlasa yaxshi holatda. Bundan bu yog'iga havo bo'ladi. Tashqaridan bemalol yuraveradi. Ha, Boburjon. Tashqaridan yaxshi bo'ladi deyman holat. Bu joyimiz tagi. Begomimiz bor, shu chuvachang boqamiz. Chuvachangdan teri yeb qo'yishyapti. Qadrdonlar, laykimiz juda kam. Layk bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar, video yoqayotgan bo'lsa, inshaalloh nasib qilsa yana videolarimdan qilib e'tiborni havola qilamiz. Obunachilarga nima deymiz? Assalomu alaykum deymizmi? Nima deymiz? Savol onasi emas bu. Qadrdonlar. Maza qilaman o'zim. Iya. Kattasi. 7 oylik. O'tidan bering o'g'lim. Bularga o'tdan bering o'g'lim. Olib keling. Bularga panuz bilan olib kiring ko'tarib. Bular ham yeysan? Qarayapsiz. Kattalar bo'ladi, kattalar. Kichkina o'g'lim mana kim oldin ko'rganmiz, kichkina o'g'lim. Oshqaydimi, oshqamaylimi? Oshqaydimi? Kim oshqaydi? Deda oshqaydimi yo bolasi oshqaydimi? Siz oshqaysiz, ha? Deda olmaydi. Deda oqil o'pib qo'ymadimi, o'pib? O'pmas ekan-ku bu bola. Baqib kirarmi deyman panuz bilan. Mana olib kiraman. Olib kirit o'g'lim. Tomosha qilib, maza qilamiz o'zimiz ham. Tepadan chiqaman.
Shu pastga tushgan o'g'lim. Ha, o'kayib keldi mana tomosha qilaman. Tomosha qiladi tovuqlarni mana. Mazak tovuqlar. Beri. Mana qo'yib qo'yma Bobur. Panuzi turaymaydimi? Panuzi turaysiz? Ashunda. Bo'ldi, o'zi kirib chiqib yuraveradi. Baqibdan haydab o'rib bir tomosha qilaylik. Obunachilar uchun ko'rsataylik. Bular o'z qonni to'qligini hisobiga uncha qarashmayapti gidroponikaga. Qadrdonlar. Xudo xolisa ko'paytirib sizlar bilan boqib parvarish qilamiz-da. Shu video avvalda aytganimdek bularda hozir bunda sotuvda yo'q, mana o'zi qamab oldik. Sotuvda yo'q. O'zimiz uchun hozir o'zchalikka jo'ja so'raganlar bor. Jo'jasidan Xudo xola zakaz olamiz. Mana shu Andijon qo'rani o'sha tuxumdan hozir inkubasiya qo'yganmiz. Shunaqa gaplar. Yeb ichar zo'r, sog'lom. Boburxon? Makka yorma, bug'doy yormadan olib keling o'g'lim, mana ozgina berib ko'raylik-chi. U qonni to'q, biror pele deb kelsangiz ham bo'ladi, ozgina. Tovoq deb keling o'g'lim. Qadrdonlar jig'ildorlar chiqib yotibdi. Bularni hozir qonni to'qda. Qonni to'q. Taglarni basalladi, mana shu joyga tashlaganmiz hozir. Aplika o'sha, ya'ni taglarni tozalab, aplikasini chiqib yangi qildim. Qunog'an boplamizmi? Video avvalda oldinroq ko'rsatgandik. Yomon emas. Foyda bormi deganlar uchun foyda bor, albatta. Hamma sohada ham bo'ladi. Mana shu joyga tashlang. Yerga shuni tashlang, bo'ldi. Keladi. O'tgan yil sizlar bilan boqqan o'sha tovuqlarimizni jo'jalari. Jo'jalardan chiqqan nimalarda endi. Mana mekyonlari ham. Hozir kunning tuxumi kirdi. Mana. Sog'lom, yeb ichishlari zo'r. O'zim maza qilyapman qadrdonlar. Endi odam ham bir ish qilganda bir maza qilish kerak-ku. O'zim maza qilyapman qadrdonlar. Hammasi qora o'sha, rozana qora qoldi deb atalab. Qoraga qiziqqanligim uchun. Yovosh, mekyonlari ham yovosh. Qadrdonlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar qadrdonlar. Hammaga rahmat. Boburjon ham shu yerdalar. To'xtatma, so'rashma. Mikrofonni ulab qo'yaman. So'rashib qo'yasiz. O'g'lim ham qiziqarli Instagram ro'zali endi o'zlari uchun. Instagramda 99 pastga yozishcha Boburjon nikim meniki. YouTube'da ham bor. Unda ham Boburjon 01. O'zga tashlaysizlar 01 da orqaroqda. Akkauntlar ha? Ha. Instagramda. O'g'lim ham qiziqarli, o'zlari qaraylar mana shu narsalarga. O'zim kun bo'yi ishda bo'lganligim hisobidan. O'zlari qarab parvarish qiladilar. Men Sanjoni sog' yeb ichib turgan. Xudo xolis Sanjoni sog'. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar qadrdonlar. Bitta-bittadan. Hammaga rahmat.